Bu qaychi 3 ta ko'ryapsan, 3 xil shaklda. Ha. Har birini ustiga urib ko'r. Bemalol urding. Ha. Bunaqasiga ushlab tursamchi? Bunga uraman. Xo'p, bemalol urding. Bunaqasiga ushlasamchi? Yo'q. Ur. Yo'q. Kuch bilan. Bunaqasiga ushlasamchi? Yo'q. Ayniqsa bunisini bunaqa ushlasamchi? Yo'q. Ba'zi insonlar borki, Hmm. seni mana shu yotgan qaychi misol ko'rishadi-da, har nima qilib ko'rmoqchi bo'lishadi. O'sha vaqt o'zingni bu qirralaring ham borligini ko'rsatishing kerak. Ular haddini bilishi uchun. Va o'zing ham kimgadir, ehtimol bundaqa qilmaysan degan umiddaman, lekin kimgadir noo'rin hazil, noo'rin yoki kamsitish bir nima bo'layotganda, uning ham mana shunday qirrasi borligini o'ylab ko'rishing kerak. Ya'ni har bir inson bu holatda o'ziga teginishga ruxsat beradi. Bemalol uni ezg'ilash mumkin. Lekin agar inson o'zini boshqa jihatdan bir ko'rsatsa, uning ham asabi bor, uning ham dil og'ritar xususiyatlari bor, jahl chiqqanda har bir inson uyg'onib ketishi mumkin va bu holatda kelsa, hech kim unga zarar keltirishga sizni tilingizda aytganda duxi yetmaydi. Shuning uchun ayrim insonlarga o'zingni shu jihatlaringni ko'rsatib qo'yishing kerak bo'lgan vaziyatda foydalan.